Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalal-ı Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifler Tarihi namlı kitabındaki dersimizin devamında bugün Abbasilar'daki tunji halifesi Saffah hakkında to'xtalyapmiz. Endi Saffah'niki bir kısım haberleri ona münasebetlik işler dedi. İmam Sovli şundaq dedi, onunki meşhur sözlerden Kul ilkin de yaki kudretin de şu nesline ait bolsa, şu nesline nispeten şehvet aziydi deydi. Tilak, arzu aziydi deydi. Şundaqla bir hayır sahavet azayga yada çokum şu yada yoqtulgan bir haq ba deydi. Bazıları bunda da qaragan, yani israfxo'rlik bayada çokum yoqtulgan bir haq ba. Mesela meyli ailede xotun balının haqqı olsun, meyli uruq tuqqanlığının haqqı olsun, bir haq yoqtulgan. Şunun için bir yerde israfxo'rlik buludu ve yaki hayır sahavet aziydi deb da qaragan. Bu degende. Yani bunun meşhur sözlerden kişilerin içindeki en naçar, en kabi, pes adamlar bexillikni, keskinlik deb qaragan. Keng qusallıkni, xarlik, xo'rlik deb sanamagan adamlar. Bu en naçar adamlar dedi. Şundaqla keng qusallık mafsada bo'lsa, yani bir buzg'unchilik deb qaralgan bo'lsa, afu bir mo'jizor deb qaragan. Yani afuni mo'jiz sifatida muomala qilganda. Yani bu güzel ahlakka bu adam ya targ'ib qilmoqchi bu so'z orqali. Sabr güzel bir avval dedi. Lekin dinni yo'qitib qo'ydigan, dinni hilak qildigan ahvolda sabr qilishga bo'lmaydi. Sultonni xo'rlik uchraganda sabr qilishga bo'lmaydi. Muloyimlik, temkinlik, keng qusoqlik nayt yaxshi avval. Lekin fursat tepilgan vaqtida keng qusoqlik qilishga yoki temkinlik qilishga bo'lmaydi. Vaqti bu so'ralma latiliq bo'ladi. İmam Sovli shunaq deydi, Saffah kishilarning ichida eng sehi odam edi dedi. Va'da qilib bu va'daning vaqtidan kechiktirgan emas. Shu o'rindan qopmay turib, shu va'dasiga amal qilib beradigan narsani berib tetdi dedi. Abdullah ibn Hasan bir qatim shunaq dedi. Abdullah ibn Hasan Ali ibn Abu Talibniki navrilardan bo'ldi, chavirlardan. Bu kishi Saffah shunaq deb ekan. Milyon dirhamni gapini jiqonlaymi ko'rib boqmadim taqa. Degandan darhol shuni keldirib o'ziga ko'tarib olib bergan dedi. Endi Suyutining deyishicha, o'zikiniki naqshida Allah mushu o'zi ishonadigan, mushu bandining ishonchisidir. Yani Allah mening ishonjam, haqiqiy men ishonadigan, tavakkul qiladigan bir meniki barliqim, kuchim deb bunda xat o'yalgan ekan. Bu adam to'g'riliq yozgan she'rlarni ayt oz ekan. Unda bo'lganda boshqalar qaragan vaqtida, boshqa liblar qaragan vaqtida ko'p she'r yozmagan bo'lsa kerak. Endi Saffah'niki hozir javob nayt zakiylik haqida bir qancha misollar bilan tanishib chiqaylik. Said ibn Muslim al-Bahili shunaq deydi. Abdullah ibn Hasan bir qatim Saffahning qishig'iga kirsa, majlisda Bani Hashim jamoati, Shi'alar va kishilarning shu yuzlik xalq katavaşları o'tiribdi u yerda. Shuning bilan bir Qur'on bor ekanda yanida. Va bundaq debdi, Amirul Mu'minin deb podshohim demoqchi. Alloh taolo mush Qur'onda bizga belgilagan haqqimizni bergan dedi. Chunki Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz oyat tavobatiga belgilagan bir qism huquqli bor. Shuni demoqchi maqsad. Shuning bilan Saffah Abdullah ibn Hasanga debdi. Bu Ali roziyallohu anhuning bolalaridan emas bu. Senin çoğu dadan Ali mendimi yaxshi, adil edi. Xilafetga chiqqan vaqtida senin ikki çoğu dadan Hasan va Husaynga bir nars berdi. Ular sendimi yaxshi edi, shundaqmi debdi. Chunki bu kishi chavri, paynavirlarga to'g'ri keldi Ali roziyallohu anhu. Hamda mening majburiyatim sana shular berganda berishim kerak. Mening majburiyatim bu. Agar qilsam ashta qildim. Lekin men sana insof bilan muomala qildim. Agar oshirib bersam, men jiq bersam, bu mendan bir mukofot sana. Yo'q, buning mukofoti sendan berilmaydi. Men sana jiq beremdim, oz beremdim, buning mukofoti sendan bo'lmaydi. Bu yerda yana puchurib qilib turtayotgan gap, seninki cho'ng dadang, bo'g'laring Ali
raziyallahu anhu'nu bəgən, lekin men bəgəndek buna jiq bəmigən. Jiq bəsəm özümnin işi, az bəsəm bu yani özümnin işi. Lekin sana zulüm qılmadım degan uchun bəməkçi bu vaqtda. Şuna Abdullah ibn Hasan gap qılmay qaytib ketdi. Kişiler Sabbahның bu cavabından ayet hayran qalğan dedi. Hem de tarixçilerin iki deyişçe Abbasiler dövlətində hem de İslam kelimesi bölünüp ketken, çoğulup ketken dedi. Yani devletin bütünlük yo'qolgan demekçe. Hem divandan Araplarning ismi tushgan. Ayni vaqtda Umayyalar davrida asosan Araplar boshqargan. Hokimiyatni, şu ordu saroyini hammasi Araplar askarlardan tortib. Lekin Abbasilar davrida undaq emas, Farislar, hatta Türklar kirib olmuş ketganda, hatta Türklar yuqori qatlamni egallab ketgan bular amalda. Saroyga mesela Türklar kirgizilgan, deylemlar huquqni egallab olgan. Deylemlar hozir İran'daki Gilan o'lkasininki qadimgi qavminiki nomi. Bularni Farislarniki bir turi deb qaraladi. Hatta bir qism olimlar Türklarning bir qismi deb qaraydi, lekin u qarash nihoyat yengil qarash. Lekin Türklarni ma'lum mezgil egallagan bo'lishi mumkin. Ammo Gilan Faris tipidagi bir qavm. Bular shu hokimiyatni ko'p egallagan keyingi mezgillarda. Deylemdeki mesela Türkler egallab olganda Abbasilar davlatini. Bular bu Türklarninki nihoyat söyleti, şevkiti, şan şevkiti devletde nihoyat qattiq, nihoyat dehshat, nihoyat bularninki kuchli ta'siri bo'lgan. Şu devlet Abbasilar davlati umumiy hamda xilofati bir necha qismga bo'linib ketgan mamlakat. Her bir iqlim qit'a kişilerin özü zulüm istem bilen yoki şu diktator tüzüm bilen boshquradigan bo'lib ketgan. Hatta şu tarixchilar shunday deydi, Saffah, Abdullah Saffah nihoyat boshqalarga qilib ochiqman, nihoyat qon to'kishgan, nihoyat yarisman, ochiq, tiz odam edi deydi. Shuning uchun bu tarafdagi Mashriq, Mag'rib tarafdagi masalan Xurason, Mavran, Nahr Türk saroylari, mayan Endolusning tarafı mesela Mısır, Urdun, Suriye, Palestin'e geldi. Bu yer qo'ygan valilarmi hamda bu padişahni doğrab, qilich tiz olib ketgan ishdik deydi. Shunday bo'lishiga qaramay bu nihoyat sex odam edi deb sifatlagan tarixchilar. Hamda Abdullah Saffah'niki davrda o'lib ketgan mashhurlardan Zayd ibn Aslam degan kishi. Bu kishi shu Madinadagi o'tgan faqih tabiinlardan ko'p hadis rivoyat qilgan ravi. 136-yil o'lib ketgan ekan. Undaqda shu Saffah bilan bir zamonda o'lib ketganda. Bu Zayd ibn Aslam kim degan vaqtida dadisi Umar ibn Xattobningki xizmatchilaridan. Umar ibn Xattobning, Abdullah ibn Umar qatorliq sahobalarda dadisi o'qigan. Shuning ta'sirini qabul qilib Zayd ibn Aslamni Madinada bir ilmiy muhitda, yaxshi bir sharoitda cho'ng bo'lg'achqa o'zi ayni davrdagi Madinaning faqihsiga aylangan. Millat Arabdan emas, bu kishimi o'zi Farislardan ayni vaqtida dadisi asirga tushib kelgan. Keyingi davrlarda bu bolasi nihoyat katta ulamolardan bo'lgan. Bu odamniki ilmiy jihat xizmatlardan ikkizdak hadisni rivoyat qilib qoldirgan. Olimlarning rivoyat qilinishicha bu Zayd ibn Aslamniki Madinadagi dars o'tgan so'rinda men 40 dak katta shu vaqtdagi ulamo faqihlarni ko'rgandim. Ular quruq datalash qilishmaydi, foydasiz so'zlarni qilishmaydi, bir-biriga kibr qilishmaydi, bir-biriga nihoyat samimiy g'amxo'rlik qilgan faqihlarni ko'rgan dedi. Undaqda bu odam o'zi nihoyat islom dinida taqvolikdan jihatdan pishib yetilgach bo'lg'achqa shogirdlarimi bir-biridan sarxil bo'lsa kerak. Hatta Hüseyin raziyallahu anhu'nunki o'g'li Ali, yani payg'ambarimizningki nevirlerinden bu kishi, çevirlerden. Bu kishininki so'riniga kelib ilm o'g'indi degan, dars o'g'indi degan. Bu kishi ayni vaqtda bo'lmuş katta olimlardan, buyuklardan. Boshqalar so'rabdi, mush bir odamning qishig'i kelib, balki hamda bu bir qulning, bir xizmatchining qishig'i kelib dars o'qimsa degan bo'lishi mumkin. Mushning qishig'i kelib o'tirib darsni anglamsa desa, shuningla bu odam kim bir odamniki diniga ta'sir ko'rsataylikdek, foyda manfaat yetkazaylikdek so'rin qilsa, men shuning qiynaq kirib o'tirdi odam deb shunday javob bergan ekan. Undaqda bu payg'ambar oilasiniki bu bahosiga erishgan buyuk alloma.
İkincisi Abdullah ibn Abi Bekir ibn Hazim degan kishi mush davrda o'lib ketgan. Bu zat mı Hicriye 135 yili Sabbahning davrida o'lib ketgan. O'zi Ansariylar cemaatidan. O'zi tabi'in. Bu kishi ayni vaqtdagi hadis rivoyat qilgan ravilardan. Mesela Enes ibn Malik, Urvat ibn Zubayr qatorliq mashhur ayni davrdagi olimlardan va sahobalardan hadis rivoyat qilgan. Bunlar o'zlari ishonchli ko'p hadis rivoyat qilgan deb sifatlangan. Hatta İmam Ahmed ibn Hanbal bunun hadis adamga davo, shifo deb sifatlagan. Undaq naati sözler yaqimliq adam bo'lsa kerak. Ondan başqa Rabi'atur Ra'i degan olim. Bu ahli Madinaniki Madinada o'tgan naat dağınlıq mashhur aqli faqih. Bu kishi 136-yili, ya'ni Musaffahning davrlarida o'lib ketgan. O'zi tabiin ko'p hadis rivoyat qilgan, o'zi mujtahid faqih. Lekin bunda faqihliga, fiqhiga aqlni, ya'ni undaqda bir aql bilan naqlni bir-biriga moslashtirib olib mangan tunji davrdagi faqihlar bo'ladi undaqda. O'zi nayt ko'p hadis rivoyat qilgan. Malik ibn Anes'da Malik ibn Anes bunun qo'lida o'qigan. Ya'ni Imam Malik'ninki ustozi edi bu odam. Madinada ayni vaqtida fatvo bergan. Bu odam shu Iroqda o'lib ketganda, Ambarda. Undaqda shu ayni vaqtdagi Abbosiylarniki poytaxt bo'lgan Ambar shaharda o'lib ketgan. Deyishki bo'ldi. Bu odam o'zinki shu sehliq bilan, andan shu ilm ijtihod bilan tanilgan. Çünkü o'zining do'st yoralariga ham 40 ming dinar pulni taqtib berib o'tgan dedi. 40 ming dinar degan hamda 40 ming misqal oltin deganga. Madinada hamda shu ayni vaqtida nayt katta yuzlik odamlar kelib, buni darsini tinglab o'tirar ekan. Hatta İmam Malik bu odamniki o'lim munosabati bilan fiqhining halovati ta'mi katta ustodim Rabi bilan deb shunaqa baholagan. Hem de Rabi'atur Ra'i to'g'riliq qisqacha bir to'xtalib qo'yaylik. Chunki bugungi kunda shu bolalar tarbiyasi haqida xilma-xil leksiyalar, xilma-xil darslar bo'layotdi to'rlarda, har qaysi o'rinlarda. Lekin bizga salaflarniki hayotda shu bolalar tarbiyasiga nisbatan nihoyatda ulgulik bir misol bo'la oladi. Chunki bular o'ziniki bolalarni bunda qalbi bilan, o'zining hayoti bilan, amaliyati bilan tarbiyalaganlar. Herkesme bunda quruq xiyali hissiyatlan emas. Rabi'aniki dadisi Farruh degan odam ayni vaqtida shu Madinada yashagan odam bo'lib, nimaga Xorasan tarafga hozir O'rta Osiyo, Xorasan, Afg'oniston, O'zbekiston shu taraflarda, Qirg'iziston. Shu tarafga bir urush chaqiriqiga, bir g'azot chaqiriqiga ayni vaqtdagi shu Xorasan amiridan bir nido kelibdi-da, uqtirish kelibdi. Şuna bu adamı derhal şu urush tizimtib mangay deb qilishiga shu oraliqda yana to'y qilgankan, shu ayolniki qo'sqit qapti, shu jarayonda qo'sqit qolgan, qolmaganini shu bilib bilmagan ahvol ostida bu odam shu Xorasan tarafga otilib jihodga minibdi. Shuna ayol bilan xo'shlashib, men shu 30 ming dinar pulni sana omonat qilib qo'yib qo'ydim. Men hozir urushga ketmoqchi, urushga bormoqchi. Biz qaytib keldik, shu pulga, shu oilaga sen yaxshi qarab tuttugan, o'zing ancha puldan o'zing oilaga ishlatib, sarfiyat qilib turgan debdi-da. Shunga bu odam urushga minib ketibdi. Ozg'in vaqtdan keyin bu Rabi'aning onasi bu Rabi'ani tug'ib demdi. Tug'ib shu oraliqda Rabi'a cho'ng bo'lib, o'qib qilish jarayonida hamda Rabi'aningki dadisi 27 yılda qaytib kelibdi. Yani taxminan 30 yılda qaytib kelibdi-da, birinchi ketgancha Xorasan, Mavran nahrdan ta Turkiston rayonigacha berib aylanib kelibdi-da. Lekin bu nayt taqvo, o'zini ayt solih ayol bo'lg'achqa, qo'lidagi 30 ming dinar pulni oymay mush bolaninki ilm o'qishiga sarf qilib, Madinadagi eng dongli ustozlarni ustoz tutib, bolalarni opirib berib, Enes ibn Malik'dek sahabe, Said ibn Musayyib'dek tabi'in, Mekhul qatarliq. Katta ulama bor desa, shu o'z yetlab opirib, o'z billa opirib, bu ayol o'zining hayotini mush bolasiga ham atagan ayol Rabi'aga ham atagan. Hatta billa berib, billa kelib degandek. Shu bolasiga kechar, kunduz mushta ko'ngil bilib, ilm ilishiga, tarbiya ilishiga bak zo'q ishtiyoq bilan ixlos qilgan.
Hem şu aralıkta Rabi'aniki dank çıkıp, ta İmam Ebu Hanife deymiz, İmam Azam Evza'i deymiz, İmam Malik Katarlık müştahı meşhur aynı vaxtdaki bunda mezhep asasçılar bolgan keyinki devrdeki ulamalar bu adamda okuğanda şu aralıkta 27 yıl ötkendan keyin dadasi Farruh buvay qaytib kepti Xorasandan. Qaytib kelip şu ögüçi ise öyle yoğun bir akış tuğan. Şunun bu Rabi'a Nimiş qilsam bu ögümde alam kirse dep dadasını tanımaydı da çünkü qosaqlık vaqtı ketken. Dep azroq aralıqda bir külleşlikler bulaptı da gap so'zi bo'lganki onisi darhol o'g'inib qo'pab qolsa eri. Şuna o dadan bolam depti da şuna darhol dadasini quchoqlab so'yab qo'llarga so'yab aralıqda çizlik salamlıqlarni yo'llashib o'tiribdi da. Şu aralıqda hem de namazdan vaqti bo'lib yoki ders vaqti bo'lganmi Rabi'a masjidga chiqibdi. Payg'ambar masjidga chiqdi da. Şuna bu adam Farruh degan Rabi'aning dadasi ayoldan so'rabdi. Hele ki ben kaldırıp koyga 30 ming dirhem pul barmı, qanchalik bar? Biz hem ahirki ömrümüzü Medine'de ötkizeyle, müşahid bir bağ setolep ömrümüzü şu bağda ötkizip degandek mesela çaro beqip, yoki xom binasini bağlını tikip, işte bir hayatımızı müşahid ötkizeyle hem de dep ayaldan o pulunu soğandan keyin bu ayal nayet g'amga petipti da. Çünkü ayalının kolda 30 ming dirhem pul qolmagan, 30 ming dinar pul qolmagan ki. Bu pulning hammasini bu ayal hech qilmaymış bal 3 yil sarf qilib, balaning turmushiga, o'qishiga ishlatganda hech qilmagan bu ayal. Bütün hayotini Rabi'aga atagan. Lekin bu ayal yani ko'ngilda bir xotirjam bo'libdi-da, balkim bu pulni dadasi pulning natijasini ko'rsa rozi bo'lib qolishi mumkin deb. Shu aralıqda hamda namazga azan çıkıptı, bomdat namazga. Azan çıkıp, balısını sorsa balısı yok namazga çıkıp bolgan. Mescid çıkıp, namazını okup, mescidden qaytsa, mescidinki bir seynasida laq adam yığılıp algan. Laq adam şu dersi anlayatganda dersi anlashab atgan. Şuna bu adam hem de o alqı jiraqtın hem de o adam belki qo'ygan ki balısını tanıyamagan hem de bomdatdan keyingi araliq bo'lgan ekan. Qishlik adamlardan jamoatlardan birisini so'rabdi da bu nima ish var bu yerda desa bizning donglik ustozimiz tabiin katta alloma buyuk İmam Ebu Hanife'ning Malik ibn Anas Evza'ining ustozlari bo'lgan Rabi'a ders o'tidi debdi da. Anga Rabi'a o'zini tutib Farruh yani Rabi'aning dadasi o'zini tutib olmay yig'lab darhol ayolining qishiga keldi da. Ayağına ait rahmet okup. Çünkü yani oğlunun balısından o mescitteki hürmeti, şanı, şevketini köydü de bir yerde. Şuna olan ayalı Rabi'ye gidip, nime Farruh gidip Rabi'nin adası var. Sizlere 30 ming dinar pul söyümlük mü? Ya ki balımızdan hazırki yetken makamı sizlere söyümlük mü? Elbette balam bütün dünyada mı? Bana bu balamның bu hazırki şerbi bana zaten söyümlük, yakımlık depti. Şuna ola ayalı depti. Siz kaldırıp ketken 30 ming dinar pulunun hemmisi aş balını terbiyeleşçi işletti. Dep şunaq dep degendikin bu adam. Bek obdan qıpsa xoton, sana Allah yaxşı mukapatlarını bersin. Dep nayet söyünüp ketken deydi. Demek muşu katta terbiyelengen Rabi'atur Ra'i muş devirde ölüp ketken. Onundan başka meşhurlardan Abdülmelik ibn Umeyr. Bu kişi özü Irak'ta Kufe'de qazi olgan. Şu yani ki aynı vaxtki çok katta hadis rivayet kılan alimlerden özü qazi. Qazilik mensibini öyle şugullangan. Bu adamның mı ilmi cihet qoşkan töhplerden 200'dek hadisleri var. Ali radhiyallahu anhu, Ebu Musa Eş'ari qatarlıq sahabalarını kögen. Belki şulardan hadis rivayet kılan bolsa mümkün. Bu adam özüne ait fesih, tiline ait ütkir adam kent aynı vaxtlarda. Demek şu öz devirdeki aynı vaxtdaki meşhur Allah salihlerden boludu. Ondan başka Yahya ibn Abi İshaq el-Hazrami degan zatmı muş devirde ölüp ketken. Ondaqda bu kişi kim o? Bu zatmı aynı vaxtdaki meşhur hadis rivayet kılan ravilardan öz tabi'in Besir'de yaşagan. Bu kişi Enes ibn Malik qatarlıq sahabalardan. Ondan başka büyük tabi'illardan uçuruşup şularning qo'lida o'qigan.
Bu adamın meşhur şagirdleri mesela Sübyan-ı Sevri, Şubat ibn Haccac, Muhammed ibn Sirin, Katarlık meşhurlar mesela Vezzah ibn Abdullah el-Yeşkuri deyimiz. Bukhari dersimizde nait köp zikir kılınmatıda bu kişiler. Muşulanık ustazi. Bu adam nait şencilik, özü nait Arap tiliga nait usta, Kur'an'ı nait köp okuyduğun, Kur'an'a nait mahir adam. Ulemalar bu kişiye nait şencilik diyen bahalarını bergen. Bulap mı? İmam Nesai bilen İmam Zahabi rahmetullahi aleyh. Onundan başka ölüp ketken meşhurlardan Abdülhamid el-Katib el-Meşhur. Aynı vaxtdaki meşhur katip, yazgıcı Abdülhamid diyen zat. Bu zat hem de aynı vaxtdaki nayeti möciz karakterlik büyük yazgıcılardan, katiplardan boladı. Özeteki Paris, Umayyalar devletinde nayet köp həs koşkan. Bolap mı Mervan ibn Muhammed'nin ki Ermeniya, Azerbaycan, Katarlık jutlarda vali boğan vaxtıda Mervan'ın ki katibi boğan. Keyinki davrlarda şu Mervan bilen birge Abbasilarninki qo'lda o'ltirilgan. Bu büyük aql ambiri şu o'lim bilan yo'qolgan. Ayni davrdagi şu podshoh islom davlatlaridagi şu podshoh taxt saroylar ichida yezilayotgan şu xat uslubi bo'lsin yoki diplomatik davlatlarga avatiladigan xat shakli bo'lsin, hammasi mush odamning uslubini qo'llangan shaklda. Demak, bu odam şu islom davlatininki şu aloqa xatchak ishlarga ul sağan büyük Allah misalihlardan. Hatta bu adamninki ta'sirlari bizning ayni vaqtdagi Qashqarda qurilgan davlatligimi ta'sir ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Chunki shu davlatninki xat yozish uslubimi mush Abbasiylar davridagi, Umayyaviylar davridagi xat yozish uslubiga o'xshaydi ayni vaqtdagi o'rta saroylarniki xat boshlash usullari. Chunki bu Abdülhamid Katib xatni yozgan vaqtida avval naytdi hamda sana bilan onun kendi padişahlarını maqtaş uçuruş bilen, onun başka maqsadını nayet tertiplik, nayet yakımlık, bundan yeziş uslubu bilen yazılganda tomtaqlam emas. Bu kişinin gibi tarih kitaplarda xilmi-xil qilib qolgan bir qism izler var. Mesela şu Mervan bilen çekingan vaqtda ailesi yazgan xati nayet ta'sirlik, andan ovchilik, andan onun başka şahmat taqdim yazgan risalalar var. Bu meşhur büyüklerden. Bu kişi Mervan bilen şu Bosar'da öldürülgen. Bosar şu Bosar'ı şu Mısır'daki bir şehri. Hem de Mansur ibn Mu'tamir diyen zatın muş devirde ölüp ketken 132-yili şu Sabbah'nınki devirde. Bu kişi hadis rivayet kılan ravilardan özü Kufilik tabi'in bu adam aynı vaqtdaki. Şu Kufi'de turup şu ilim öğrengen ayette 40 yıl Rusqallıqı muş keçilerde nayet yığılap namaz okuyduğun zahitliği tasvirlengen bu adamınki. Bu işte. Ulemalar bu kişiye baha bergan vaqtida mes işencilik köp hadis rivayet qilgan degandek baholanib bergan. Ondan başqa Hammam ibn Munabbih degan ulamamı mush davrda o'lib ketgan. Bu odamniki tigi ayni vaqtida o'zi Yemenlik bu tabiinlar ichida işencilik degan nomga erishgan. Hadis ilmida yoki bo'lib shu hadis ta'lifatida, yiziqchiligida en kona tunca eser kaldırgan adam. Çünkü bu adam özünki ustazi Hureyre radıyallahu anhu'dan 140 tane hadisini rivayet kılıp şunu hatırlap menip diken, yezip menip diken. Vaxtida mesela şu rahliga, teriliga yazıdamdı. Nayet kıyın şarayette. Bu nayet şu devirge nispeten bek katta bir iş hemdi bu. Bu Munabbih ailesi hemmisi bir-birden alimlar. Mesela bunun akilleri var mesela Vahb ibn Munabbih deyimiz, Uqayl ibn Maqil ibn Munabbih deyimiz. Bunlar hemmisi bir-birden alim, meşhur büyük zatlardır. Şuna qilib bugünkü dersimiz müşahede tügdi ve sallallahu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.